Yana bir bor assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa bugungi master klassimizni boshlaymiz. Görev 1'de 2. Endi bu yerda maktub qayerdan kelgan bo'lsa, shu joyga javob xati yozishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda nima deyapti? Okul yönetimine bir mektup yazın. Bu durumla ilgili duygularınızı paylaşın ve sergi alanının nasıl olması gerektiğini, siz hangi işlerinizle bu alana katkı sağlayacağınızı örneklerle açıklayın debdi. Endi bu yerdan rasmiy maktub yozishimiz kerak bo'ladi, o'rtoqlar. Rasmiy maktub yozishimiz kerak bo'ladi. Rasmiy maktubda biz rasmiy maktubda ovozim bitta tekshirib uchun var, tamam. Bo'pti. Hop, e'tiborni chalg'itmaymiz, davom etamiz. Demak, rasmiy maktubda bu yerda nima bo'lar ekan? Demak, rasmiy maktubda bizdan har doim 150 va 120 so'z atrofida kelma sayisi so'ralar ekan. Bu yerda mana biz görev 1'de 2 uchun ajratishimiz kerak bo'ladigan vaqt haqida qisqacha tushuntirilgan. 18 va 25 daqiqa oralig'ida biz buni javobini yozishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, reja qilib olamiz. 4 daqiqa, 3 daqiqa orasida, yozishimiz esa 14-18 daqiqa orasida va yana bitta tekshirib olishimiz uchun 2-3 daqiqa ajratib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Bu vaqtni to'g'ri taqsimlash bo'yicha. Hop, o'sha bu yerda ham xuddi shunday topshiriqni bajarilishi kerak bo'ladi. Albatta, u yerda siz o'sha topshiriqda so'ralgan narsani yozishingiz kerak bo'ladi. Nima so'ralgan? Misol uchun bizda so'ralgan narsa o'sha sergilarni qanday bo'lishi haqida so'ralgan edi. Hop, grammatik strukturalar ham bizda grammatik strukturalar B2 darajasida bo'lishi kerak. To'g'ri tuzilgan bo'lishi kerak. So'z boyligi ham B2 darajasidagi so'zlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Matn yaxlitligi va bog'lanish ham albatta muhim. Boya aytib o'tganimdek, punktatsiya va imlo ham xuddi shunday bo'ladi. Mana bu yerda biz boya aytganimizdek, ismimiz yozilib keladigan joy mana bu yerga va bu yerda esa biz görev 1'de 1 uchun javob yozgan edik. Endi bu yerda esa görev 1'de 2, ya'ni rasmiy maktubni mana shu joyga yozishimiz kerak bo'ladi. Mana shu joyga. Endi savol tug'ilishi mumkin o'z-o'zidan. Bu joyga 150 yoki 120 so'z sig'maydi-yu degan savol tug'ilishi mumkin. To'g'ri, sig'maydi. Shuning uchun bu qog'ozni mana bu yerda strelka ko'rsatib qo'yibdi. Orqasiga aylantirib yozinglar, orqasida ham joy bor deb qo'yibdi. Bu yerga sig'maydi, orqasiga aylantirib orqasidan yozib ketamiz. Lekin maktub boshlanishi mana shu joydan boshlanadi. Rasmiy maktubni shu joyiga yozamiz. Bizga beriladigan javob varaqasiga. Hop, biz norasmiy shaklini ko'rib bo'ldik. Endi rasmiy shakliga o'tsak ham bo'lar ekan. Rasmiy shaklida ham biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan bir nechta jihatlar bor. Birinchi bo'lib, o'sha murojaat qilamiz. Har doimgidek murojaat qilib olishimiz kerak bo'ladi. Murojaatimiz har doim sayın yetkili, saygıdeğer ilgili yoki bo'lmasam sayın okul müdürlüğü bo'lishi ham mumkin. Bu yerda UNICEF institut müdürlüğü deb yozilgan, lekin u yerda okul müdürlüğünden agar maktub kelgan bo'lsa, har doim sayın yoki saygıdeğer so'zlaridan ifodalanib buni yozishimiz kerak bo'lar ekan. Keyin bu yerda ham xuddi shunday tuyg'ularni rasmiy ifodalashimiz kerak bo'ladi. Rasmiy ifodalaymiz. Misol uchun bu durumu memnuniyetle karşıladım, olumlu buluyorum. Yani endişeleniyorsanız mesela bu durumun kötü olması konusunda endişe duyuyorum, kaygı duymaktayım kabi so'zlar ishlatsangiz ham bo'laveradi. Yani nedeniyle rahatsızlıkla yaşamaktadırım, rahatsızlık duyduğumu belirtmek isterim. Yani nimadirdan bir umut qilayotgan bo'lsangiz, şu nimadir hakkında umutluyum, iyileştirmelerin etkili olacağı kanaatindayım kabi bo'lishi mumkin yoki xafa bo'layotgan bo'lsangiz, üzüntüyle belirtmek isterim ki kabi bu ikki darajasidagi rasmiy
tuyg'ularni ifodalaydigan so'zlar bilan ifodalashingiz kerak bo'ladi. Hop, 5-bo'lim. Bu yerda nima deyapti? Gözlem. Bu yerda nima qilishingiz kerak? Oxirgi paytlarda yoki mana shu vaziyatda deb shu holatlar bo'lyapti deb tushuntirib berib ketsangiz ham bo'laveradi va nimalar qilinishi kerakligi haqida o'z tavsiyalaringizni va talablaringiz bo'lsa, talablaringizni yozib ketishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, shunlarning yapılmasını, konulmasını, uzatilmasını talep ediyorum. Şu işin uygulanmasını rica ediyorum. Uygun görülürse bu durum için pilot uygulama başlatılmasını öneririm kabi o'sha tavsiya va o'rnak so'zlarni ishlasangiz bo'ladi. Oxirida hammasini yozib bo'lganingizdan keyin endi so'nggi qismi. Hop, ana endi maktubni eng oxirini qanday yopar ekanmiz? Gereğini bilgilerinize saygılarımı arz ederim, bilgilerinize sunar, gereğini arz ederim ya da durumda bilgilerinize arz ederim kabi yopish so'zlarni ishlatamiz va kapanishda eng oxirida saygılarımla va ismingiz, familiyangizni yozib qo'yaverasiz. Shu bilan tugaydi. Xo'p, endi xuddi mana shu qadamlardan foydalanib bizda o'sha yozilgan javobni bir ko'rib olaylikchi, nimalar yozilgan. Buni oldindan sizlar uchun yozib tayyorlab qo'yganman. Hop. Demak, görev 1'de 2 nima dedik? Sayın okul yönetimi xuddi o'zi so'ralganidek boshlandi maktub. Sanatla ilgilenen öğrenciler için yeni bir sergi alanı oluşturulacağını bildiren mektubunuzu dikkatle okudum. Böyle bir alan okulumuzda sanatsal faaliyetlerin gelişmesi açısından büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Uzun süredir çizim ve tasarım çalışmaları yapan bir öğrenci olarak bu gelişimin hem öğrencilerinin yaratıcılığını destekleyeceğine hem de okul içinde sanata olan ilgiyi artıracağına inanıyorum. Bu nedenle alanın nasıl düzenleneceğiyle ilgili bazı önerilerimi paylaşmak isterim. Hop, mana endi boshlanyapti mana shu yerda o'zimizni örneklerimiz. Öncelikle sergi alanının ferah, aydınlık ve düzenli bir yapıda olması son derece önemlidir. Son derece önemlidir. Öğrencilerin eserlerini sergileyebileceği panoların sağlam, geniş ve farklı boyutlardaki çalışmalar için uygun şekilde tasarlanması gerektiğini düşünüyorum dedi. Ayrıca dijital çalışmaların gösterilebilmesi için bir ekran veya projeksiyon cihazının da alanda bulunması, modern sanat türlerinin de rahatlıkla sunulmasına imkan sağlayacaktır. Bunun yanında öğrencilerin eserlerini koruyabilecekleri kilitli depolarının yer alması düzen açısından faydalı olacaktır. Böylece çalışmalar zarar görmeden saklanabilir. Ben de çizim, portre ve dijital tasarım alanındaki çalışmalarımı bu projeye katkı sunmak amacıyla paylaşmak isterim. Mana biz nima bilan o'z hissamizni qo'shishimiz kerakli bu yerda ham bildirilgan. Hop, okulumuzda sanatı destekleyen bu değerli adım için teşekkür eder. Önerilerimin değerlendirmesini rica ederim. Saygılarımla virgül ismimiz. Mana tugadi. Bu yerda nimalar qilingan? Bu yerda o'sha maktubga kirish qismi, maktubni olganim va maktubni olganimdan keyin o'zimni qanday his qilayotganim haqidagi rasmiy hissiyotlarimni belgilaganman va bu yerda nima deyilgan? Endi o'rnaklarim berib ketilgan mana. Sergi alanı ferah, aydınlık, düzenli yapıda olması son derece önemlidir. Shunday bo'lishi juda ham ahamiyatli deyilgan misol uchun. Keyin oxirida mana yana o'zim somut o'rnaklar berib ketganman. Nimalar qilish mumkin? Misol uchun deyilgan mana o'sha asarlarni himoyalash uchun bir ombor bo'lishi kerak, qulflanadigan ombor bo'lsa juda ham foydali bo'lardi deb o'rnak misol ham bilan berib ketilgan va buning sababi ham tushuntirib ketilgan va bende çizim, portre ve dijital tasarım alanındaki deb o'sha bu sergi alanından men ham o'zimni qanday nimalarimni qo'sha olishim kerakligi haqida ham ma'lumot berib ketilgan mana. Keyin oxirida yopilgan. Okulumuzda rahmat deyilgan, oxirida o'sha saygılarımla deb maktub yopilgan. Bo'ldi. Görev 1'de 2 shunday ekan o'rtoqlar. Xo'sh.
Demak, endi bitta yig'ib olsak, bularni hammasini bitta yig'ib olsak, o'rtoqlar, bizda nima bo'lgan ekan? Birinchi bo'lib, mana bu 14-noyabrda tushgan. Bundan keyin imtihonlar deyarli shu shaklda, ya'ni deyarli shu shaklda deganim nima deganim? Mavzular o'zgarishi mumkin, talablar o'zgarishi mumkin, berilgan maktublar boshqacha bo'lib kelishi mumkin, lekin shakl shu shaklda bo'ladi har doim. Xo'p, bu yerda har doim birinchi bo'lib biz birinchi bo'limda duch keladigan narsamiz maktubga duch kelamiz. Maktubni o'qib bo'lganimizdan keyin ushbu maktub bo'yicha ikki xil maktub yozishimiz, javob maktubi yozishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi norasmiy maktub bo'ladi har doim, ikkinchisi esa rasmiy maktub bo'ladi. Demak, norasmiy maktubimiz 50 ta so'zdan iborat bo'lishi kerak ekan. Norasmiy maktubimiz esa 120-150 so'zdan iborat bo'lishi kerak ekan. Keyin bularni baholanishi qanaqa bo'lar ekan? Baholanishi norasmiy maktub o'sha 50 ta so'zdan, norasmiy so'zlardan iborat bo'lishi kerak va bu B1 darajasida baholanadi. Hop, rasmiy maktub esa 120-150 so'zdan iborat bo'lishi kerak va bu B2 darajasida baholanadi. Maktubimizda keyin o'sha birinchi bo'limning birinchisida, ya'ni görev 1da biz nimalar yozishimiz kerakligi bizga aytilgan bo'ladi. Nima deb yozishimiz bizga görev 1 topshiriq birinchida nimalar yozishimiz kerakligi topshirilgan bo'ladi. Ikkinchida ham xuddi shunday, qayerga, kim bo'lib, nimalar haqida yozishimiz kerakligi yozilgan bo'ladi va shu haqida yozishimiz kerak bo'ladi. So'ralgan soni bo'yicha. Shu bilan o'rtoqlar, maktub qismi tugaydi. Shu bilan keyin maktub tugaydi. Ya'ni bo'lim 1 tugaydi. Birinchi bo'lim tugaydi. O'zi yozma 2 bo'limdan iborat edi. Hop, bo'lim 1, ya'ni birinchi bo'lim maktubni yozib tugatganimizdan keyin ikkinchi bo'limga o'tsak bo'ladi.